Mumko o'zini tabiiy xamirlaridan chiqarib turib tayyorlayversanglar, uyingizda foyda borishadi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rsanglar o'rgan olasizlar. Xamirga rang berish uchun shpinatimizdan maydalab olamiz. Yarim piyala suv bilan, keyin kerakli bo'lgan suv massalarini va tuzlarni aralashtirib turib xamir qilib olamiz. Xamirga qancha proporsiyada suv, tuzlar solinishi bo'lsa, hepsini yozib qoldiraman. Keyin ko'katlarimiz hammasini to'g'rab olamiz. Piyoz, kartoshka, ziravorlar va ozgincha mol yog'ini solib ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Bu nachinka ichli bo'lishi aniq. Endi xamirimizni har birini 15 grammdan qilib uzib olamiz dedi. Ozgina un bilan tindirib qo'yib turib, keyin yana un bilan yoyib olamiz. 15 minutga tindirib qo'yib turib, tugishni boshlaymiz. Xamirimizdan ichiga kerakli bo'lgan massani quyib turib, mana shunaqa ketma-ketlikda sekin-sekin o'rganib olib tugaverasizlar. Tuganinglardan keyin ikkita chetini bir-biriga yopishtirib qo'ysanglar, uzuncha manti emas, dumaloqqina chiroyli bo'lgan mantilar kelib chiqadi. Mantini har birini tegini yog'lab turib, qasqonga terib chiqsanglar, qasqonga yopishib qolmaydi va teylari yorilib ketish xavfi ham bo'lmaydi. Mana mantilarimiz tugib oldik. Uni 40 daqiqa qasqonga qo'yib qo'yasizlar va ichlari mana shu sochni suvlar oqib turishini qarang. Video yoqqan bo'lsa bomba deb yozib, kanalimga obuna bo'ling, chunki bundan ham zo'r retseptlar